Hayotingiz qanday ko'rinishda bo'lardi agar siz nafaqat uzoqroq, balki yaxshiroq yashash imkoniga ega bo'lganingizda? Doktor Peter Attia o'zining Outlive kitobida bergan savol. Bu kitob abadiy yashash haqida emas. Afsus, bu kuchli, o'tkir aql va faol holatda 70, 80, hatto 90 yoshingizgacha yashashni o'rganish haqida. Ko'pchilik qarish bu shunchaki sodir bo'ladigan narsa deb o'ylaydi. Ammo bu kitob bu g'oyani tag tomiri bilan ag'darib tashlaydi. Unda qarish bu har qanday sport yoki ko'nikma kabi mashq qilib tayyorlanish mumkin bo'lgan narsa ekanligini ko'rsatadi. Keling, Outlive kitobidagi eng kuchli g'oyalarni birga ko'rib chiqamiz. Bular hayotingizga hozir joriy qilish va bugunoq amalda qo'llash mumkin bo'lgan maslahatlar. Odamlar avtohalokatlar yoki kutilmagan kasalliklar haqida qayg'uradilar. Ammo odatda odamlarning umriga zomin bo'ladigan narsa bu emas. Haqiqat bundan ancha sokinroq va xavfliroq. Bugungi kunda o'limning eng katta sabablari bizning ichimizda sekinlik bilan rivojlanadigan 4 ta holatdan kelib chiqadi. Yurak xastaligi, saraton, miya faoliyatining pasayishi va metabolizm muammolari. Masalan, diabet. Bu kasalliklar birdaniga paydo bo'lmaydi. Yillar, hatto 10 yillar davomida sekin o'sadi va ular jim rivojlanganligi uchun ko'pincha jiddiy zarar yetmaguncha sezilmaydi. Doktor Attia ularni 4 apokalipsis elchilari deb ataydi. Ular uzoq umrning haqiqiy dushmanlari. Yaxshi xabar shundaki, siz alomatlar paydo bo'lishini kutishingiz shart emas. Agar nimaga e'tibor berish kerakligini bilsangiz, erta ogohlantiruvchi belgilarni aniqlashingiz mumkin. Masalan, yurak xastaligini olaylik. Ko'pchilik xolesterinni tekshiradi. Bu yetarli deb o'ylaydi. Ammo qonda ApoB deb ataladigan zarracha bor. Bu xastalik xavfi haqida ko'proq ma'lumot bera oladi. Agar ApoB yuqori bo'lsa, hatto xolesterin normal ko'rinsa ham, yurak bilan bog'liq muammolar xavfi oshadi. Yoki kak skanerlash testini olaylik. Bu arteriyalaringizda to'siq to'planayotganini ko'rsatadigan tezkor tekshiruv. Bu yuragingizni kelajak oynasi kabi. Bu sizga yomon narsa sodir bo'lishidan oldin chora ko'rishga yordam beradi. Metabolik muammolar, masalan, prediabet yoki diabet uchun Attia faqat qon shakariga emas, balki och qoringa ajraladigan insulin darajasiga ham qaraydi. Bu gormon qondan hujayralarga shakarni olib o'tishga yordam beradi. Agar insulingiz yuqori bo'lsa, demak tanangiz allaqachon qiynalyapti. Hatto qon shakar darajasi normal ko'rinsa ham. Alzheimer va miya pasayishi borasida eng muhim ishlar ko'proq harakat qilish, yaxshiroq uxlash va shakar darajasini keskin ko'tarishdan saqlanishdir. Miyadagi zarar ko'pincha xotira yo'qolishidan ancha oldin boshlanadi. Ammo qancha erta chora ko'rsangiz, uni shuncha sekinlashtira olasiz. Saraton borasida esa faqat uni aniqlash emas, balki xavfini tushunish ham muhim. Sizning genetikangiz, yallig'lanish darajangiz va umumiy metabolik sog'lig'ingiz saraton hujayralarini rivojlanish uchun qulay muhit bor yo'qligiga ta'sir qiladi. Bularning barchasini bog'lab turuvchi asosiy fikr shuki, biz kutishimiz shart emas. Erta belgilarini ko'rib, o'zimizni kutilgandan ancha oldin himoya qilishni boshlashimiz mumkin. Hozirgi holatda sog'liqni saqlash deb ataydigan tushuncha aslida noto'g'ri va u ko'proq kasallikni parvarishlash tushunchasiga yaqinroq deb aytadi. Chunki biz qachondir nimadir bo'lgandan so'ng doktorga boramiz. O'zimizni yomon his qilganimizdan keyin analizlar topshirishni boshlaymiz. Shuning uchun Attianing fikricha bizga yangi model kerak. Bunday model faqat kasallikni davolash emas, balki sog'lom bo'lib qolishni maqsad qiladigan va u buni tibbiyot 3.0 deb ataydi. Bu tibbiyot versiyasi alomatlarni paydo bo'lishini kutmaydi. U xavfni kuzatadi, ma'lumotlarga qaraydi, tana bugun kasalmi yo'qmi, shunchaki shuni emas, balki u qanday qarib borayotganini o'lchayotgan testlardan foydalanadi. Masalan, VO2 max tanangizni kislorod qay darajada samarali ishlatishini ko'rsatadigan test. Bu inson qancha umr ko'rishini bashorat qiluvchi eng kuchli ko'rsatkichlardan biri. Ammo ko'pchilik bu haqida hech qachon eshitmagan. Yana bir misol, CGM uzluksiz glyukoza monitori qon shakarining ovqatlardan keyin real vaqt reaksiyasini kuzatadi. Qaysi ovqatlar sizga energiya beradi, qaysi ovqatlar esa tanangizni sekin-asta muvozanatdan chiqarishini o'rganishga yordam beradi. Shuningdek, DEXA skaneri bor. Bu tanangizdagi mushak va yog' miqdorini hamda ularning qayerda joylashganligini ko'rsatadi. Siz har vaqt ko'rsangiz ham ichki a'zolaringiz atrofida ortiqcha yog' to'plami bo'lishi mumkin. Buni oddiy tarozilar aniqlay olmaydi. Yana bir tushuncha, tibbiyot 3.0 savollarni boshqacha beradi. 10, 20 yoki 30 yildan keyin eng muhim bo'ladigan odatlar qaysilar? Bu sekinroq, chuqurroq o'ylanadigan tibbiyot turi. Ammo bu kelajakni mustahkamroq qiladigan tibbiyot. Mana kitobdagi eng original va muhim g'oyalardan biri. Agar hayotingizni oxirgi yillarida mustaqil bo'lib qolishni istasangiz,
bo'lsangiz, bu hayotga hozirdan tayyorlana boshlashingiz kerak. Atya buni 100 yillik dekatlon deb ataydi. Bu haqiqiy musobaqa emas albatta. Bu fikrlash usuli. U shunday savol beradi: 90 yoshga kirganingizda nimani qila olishni xohlaysiz? O'zingiz oziq-ovqat ko'tarib yurishni, zinadan mustaqil chiqishni yoki nevara, balkim chevaralaringiz bilan o'ynashni-chi? Agar javob ha bo'lsa, unda hozirdan mashq qilishni boshlang. Chunki bu qobiliyatlar o'z-o'zidan saqlanib qolmaydi. Ular faqat ularni himoya qilsangizgina saqlanadi. Atyaning mashg'ulot rejasida harakatning 4 ta asosiy turi bor. 2 zona kardio mashqlar. Bu yengil, barqaror harakat bo'lib, mashq paytida gaplasha olish holatingizni bildiradi. Bu mashqlar tanadagi hujayralarni energiya ishlab chiqarishini va yog'ni samarali yoqishini yaxshilaydi. VO2 max mashqlar. Bu qisqa va kuchli mashqlar. Masalan, sprintlar yoki intensiv velosiped haydash. Bular tanani eng yuqori zoriqish holatida ishlashga o'rgatadi. Bu ayniqsa stress, kasallik yoki jarrohlikdan keyingi tiklanish davrida foydali bo'ladi. Kuch mashqlar. Bular yosh ulg'aygan sari mushkullarni qurish va saqlab qolishga yordam beradi. Bu mashqlar suyaklarni mustahkamlaydi, muvozanatni saqlashni yaxshilaydi va yiqilish yoki jarohatlardan himoya qiladi. Barqarorlik va harakatchanlik. Bu har kuni bajariladigan kichik mashqlar bo'lib, muvozanat, bo'g'imlar salomatligi va muvofiqlashtirishni yaxshilaydi. Bu ayniqsa keksalikda yiqilishning oldi olish uchun juda muhim bo'ladi. Atya qat'iy diyetalarga ishonmaydi. U ovqatni vosita sifatida ishlatishga ishonadi. Eng muhim savol: qaysi diyeta eng yaxshi? Emas, men nimani tuzatmoqchiman yoki yaxshilamoqchiman degan savol. Agar siz qon shakarini keskin ko'tarilishini kamaytirmoqchi bo'lsangiz, bu sizga aynan qaysi ovqatlar bunga sabab bo'lishini bilishingizni talab qiladi. Bunga CGM, uzluksiz glyukoza monitori yordam berishi. Agar siz ko'proq mushak massasini hosil qilmoqchi bo'lsangiz yoki yosh o'tgan sari mushak yo'qotishini oldini olmoqchi bo'lsangiz, yetarlicha oqsil iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik bunga yetarli e'tibor bermaydi. Atya har kilogramm tana vazniga 1.6 dan 2.2 gramm protein tavsiya qiladi. Bu mushaklar uchun zarur. Ishtahani boshqarishga yordam beradi va qarish jarayonini yaxshilaydi. Och yurish yoki roza tutish odamlar uchun foydali. Maqsad tanaga tanaffus berish, kerak bo'lganda insulin pasaytirish. U aytadiki, ovqatdan sizning maqsadingiz uzoq muddatli energiyangiz, qon shakaringiz va mushaklaringizni qo'llab-quvvatlovchi modda sifatida foydalanish. Uyqu vaqtida tanangiz o'zini tiklaydi, miyangiz o'zini tozalaydi, mushaklaringiz qayta yuklanadi, gormonlaringiz muvozanatga keladi. Agar siz yaxshi uxlamayotgan bo'lsangiz, boshqa hamma narsa zarar ko'radi. Hatto sog'lom ovqatlanayotgan va muntazam mashq qilayotgan bo'lsangiz. Atyaning maslahati: uyquni ustuvor qiling. Doimiy uyqu vaqtini belgilang. Xonangiz salqin va qorong'i bo'lsin. Shundan keyin kofeindan voz keching. Uxlashdan kamida 1 soat oldin turli ekranlardan uzoq bo'ling. Bu yerda qilinadigan kichik o'zgarishlar ham katta natija berishi mumkin. Bir kecha yomon uyqudan so'ng ertasi kuni qon shakaringiz ko'tarilishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan yomon uyqu yurak kasalliklari, xotira yo'qolishi va semirish xavfini oshiradi. Hech qanday qo'shimcha vosita yoki mashq rejasi uyquning o'rnini bosa olmaydi. Kitobning eng ajablantiruvchi va kuchli qismlaridan biri Atyaning emotsional salomatlik haqidagi gapirgan joyi. Yillar davomida o'ziga juda ko'p bosim qilgan. Tashqaridan sog'lom va baquvvat ko'ringan bo'lsa ham, ichida g'azab, uyalish va muvaffaqiyatsizlikdan qo'rquv bilan kurashayotgan bo'lgan. Oxir-oqibat bu holat uni quvib yetdi. U o'zini psixoterapiyaga murojaat qilishga to'g'ri kelgan holatini aytadi va ichki oilaviy tizimlar deb ataladigan metodni topadi. Bu unga o'z ichidagi hanuz og'riyotgan qismlarni anglashga yordam beradi va ular sog'lig'iga, munosabatlariga, hatto uyqusiga qanday ta'sir qilayotganini tushunadi. Bu bob shuning uchun muhimki, u uzoq umr faqat mushaklar va qon shakar haqida emasligini ko'rsatadi. Bu ichimizda nimalarni olib yurganimiz haqida ham qayta ishlanmagan stress yallig'lanishga olib keladi. Emotsional bosim kortizol darajasini ko'taradi. Agar siz uzoq yashashni va yaxshi yashashni istasangiz, ichingizda nimalar bo'layotganiga ham e'tibor berishingiz kerak. Bir payt kelib, hayotingizning so'nggi 10 yilligiga kirib borasiz. Atya bu davrni chegaraviy 10 yillik marginal decade deb ataydi. U qachon boshlanishini tanlay olmaysiz, ammo uning qanday kechishini shakllantira olasiz. Faol va mustaqil bo'lasizmi yoki kundalik ishlar uchun boshqalarga bog'liq bo'lasizmi? Bu kelajak hozir qilayotgan tanlovlaringizga bog'liq. Qurgan kuchingizga, himoya qilgan mushkullaringizga, qadriga yetgan uyqularingizga, asragan munosabatlaringizga, nihoyat yuzlangan qo'rquvlaringizga. Atyani butun kitobi mana shu haqiqat atrofida qurilgan. Qarilikka biz u boshlanganida tayyorlanmaymiz. Biz unga hozirdan yilma-yil odat va odat qilib tayyorlanamiz. Chunki yaxshi qarish o'limdan qochish emas, hayotning oxirigacha yashash
yashashni, mazmunlik, mazzalik va sog'lom bo'lishi haqida. Biz unga hozirdan yilma-yil, odatma-odat tayyorlanamiz va qarish bugundan boshlanadi.